Sho'pir akalar baraka topishsa, pol yo'lni ochib berishyapti. Yosh bola qolib ketgan, imkon boricha tezroq ketamiz. Oldingidan ancha o'zgargan Sho'pir akalar. Singachasini raz yo'l berib ochib berishyapti. Baraka topishsan. Ilohim. Gap yo'liga men xursand bo'ldim, yo'l berishmasa kerak deb o'yladim. Pol yo'l berishyapti. Shunisiga majbur bo'lgan. Yosh bola qolib ketgan. Yo'q, tezroq odam o'zingiz qilyapti, tezroq. Mashina o'chirmadi, soat bo'lmagan. Ya, kirib ketibdi-da mashina, yana qilib. Pult ichida qolib ketgan ekan-da. Bosib qo'ygan-da. Yo, ayoldan bosib olgan. Ha, o'zi. Ha. O'ylaganmi, просто spokойно qildiribdi. Sirasi yo'q bo'lishyapti-da, sanmi debdi. Bo'ldimi? Alhamdulillah, vaqtida bordik. Kimni shu mashinada siqib qo'ygan bo'lsam, kimgadir xalaqit bergan bo'lsam, Sho'pir akalardan uzr so'rayman. Bunga majbur bo'ldim, yosh bola qolib ketgan ekan. To'g'ri tushunasizlar. Lekin oldingidan ancha o'zgarilgan, signal chalsa bitada yo'l berishyapti. Oldin umuman unaqa narsalar yo'q edi. Hammaga kattakon rahmat, qo'ldan kelgancha tezroq bordi. Sog' bo'linglar. Kimga shunaqa xizmat iloyim kerak bo'lmasa, kerak bo'lsa aloqa qilasiz. Sog' bo'linglar.